Lukasni tezroq topishimiz kerak. Sen xavotir olma. Boshqalarni yig'ib, Lukasni qidirgani chiqamiz. Ey, Lukas o'ziga keldimi? Hoy Lukas, oldimga kel. Lukas, bu shaharni ko'ryapsanmi? Bu yer zombilarga to'la hamda oziq-ovqat juda tanqis. Bundan tashqari bu yerda bir-biri bilan kelisha olmaydigan guruhlar juda ko'p. Men bir ikkita guruhlar bilan qarshi chiqib qolganimda sen haqingda eshitgandim. Bu shaharni yaxshi bilar ekansan hamda bu yerdan bemalol chiqib keta olar ekansan. Menga yordaming kerak edi. Xo'sh, nima deysan? Men esa seni o'zim bilan zombilar yo'q joy bo'lgan tinch shaharga olib boraman. O'ylab ko'rishga arziydi, lekin men bitta o'zim emasman. Ularni ham qo'shib olsak, men roziman. Mayli. Bunday bo'lsa, menda bitta reja bor, lekin sal qiyinroq. Xo'sh, men roziman. Kenni, Leonni topib, ikki bino o'rtasidagi ko'prikka borib turinglar. Tushunarlimi? Qanunday bo'lsa biz ketdik. Hoy, bu yerga yaqin deganding, yana qancha qoldi? Bizning joyimiz ko'chaning oxirida keladi. Ha. Nimagadir zombilar yo'qmi? Ha, bu yerda zombilar kamdan kam uchraydi. Mana shu joy bizning uyimiz. Ha, lekin juda ochiqcha ekan. Bu yerda zombilar kamdan kam bo'ladi. Shu sabab bu yer xavfsiz. Shu yerda o'tirib turayman, boshqalarni chaqirib kelaman. Eshikni yopib qo'ying. Ivory. Nima? Lukas? Ivory, men bitta odamni topdim. U bizga yordam bera oladigan odam. U bizani kutib turibdi. Ortimdan tezroq chiq. Nima? To'xta, shoshma. Tezlashsa bo'lmas ekan, vaqt kam-ku. Ivory, men senga aytgan odam shu bo'ladi. Bu bizani zombilar yo'q joyga borishga yordam beradi. Faqat tezroq bu shahardan chiqib ketish rejasini tuzishimiz kerak. Sizga tushuntirgan yo'lim bilan chiqib keta olamiz, lekin u asosiy kirish va chiqish joyi. Shu sabab yo'llar juda xavfli, zombilar katta va yo'llar rasvo. U juda qiyin yo'l, yana kim bilar qanday usulga chiqishni. Bu yerdan chiqib keta olish yo'lini bilaman. Magazin ichida alohida tunnel ochilgan. O'sha tunneldan chiqib ketsa bo'ladi. U lekin xavfli yo'lda. Asosiy kirishdan ko'ra yaxshiroq o'xshabdi. Ha, lekin qaytguncha boshqalarni ko'rmagandi. Ularga nima bo'ldi ekan? Ha, tezroq yo'lga chiqaylik. Bu yerda ehtiyot bo'linglar. Pastda nimalar borligini bilmayman. Bu yerdan bir necha yil oldin yurgan edim. Bu yog'i sal xavfli, tunnellar bir-biriga ulangan, ichida esa ko'p zombilar bo'lishi mumkin.
Mana, aytganimdek tez yetib keldik. Hozir zombilar ko'p bo'lgan. Qancha tor ko'chalardan yurgan bo'lardik. Bo'ldi, endi bu tarafini sizlarga o'zim ko'rsaman. Ortimdan kelinglar. Adashmasam shu etajda. To'xtanglar, u ikkitasi bizdan. Janob, 1 minutga qaravering. Nima gap? Hamma joy tinchmi? Bizdan nima foyda? Bizga ortiqcha yuk. Bolani o'zini olib ketsak ham bo'lardi. Ularni qidirsak O'zi shuni xohladi-da. Mayli, keyinroq o'ldirib yuboramiz. Bizni zo'rg'adan kuzatib tushib turishgandi. Yaxshi, keyinroq gaplashamiz. Xo'sh, nima bo'ldi? Yo'lga chiqamizmi? Ha, yo'lga chiqamiz. Faqat bino ichiga kirguncha biz yo'l ko'rsatib yo'llarni tozalaymiz. Undan keyin o'zinglar qolgan yo'llarni ko'rsatasiz. Ha, farqi yo'q. Diqqat bilan eshitinglar. Pastda juda ko'p zombi bo'lishi mumkin. Shu sabab bizning ketin tushishimizga to'g'ri keladi. Tushunarlimi? Eshik ortidan pastga sakrab ketishimiz mumkin. Tezroq kiringlar endi. Janob, shu zombilarni o'ldirguncha ulardan tashqari bir ikkitasini ko'rdim. Bizim haligi aytganlarim biz tarafga qarab harakatlanishyapti. Xohlasangiz hammasini yo'q qilib kelishim mumkin. Yaxshi, hammasini o'ldir. Orqamizdan iz qolmasligi kerak. Tushunarli. Nima? Janob, bu yerda kimdir bor edi? Menimcha unga yordam kerak. Hozir o'zim hammasini hal qilaman. Nima qildingiz, Lukas? Lukas, yordam ber. Hamma bu yoqqa kirsin. Zo'rg'a ulgurdim. Eshikni yopish kerak. Nima qilyapsiz boshqalarchi? Bo'ldi, nariyoqdagilarni unut, ular endi yo'q. Buni hayot deydi. Ichkarida yuzlab zombilar bor. Eshikni ochsang biz ham o'lamiz. Seni xavfsiz joyga boraman, menga ishon. Hozir esa shunchaki uxla. Nima?